Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan bugun men Shahi MC do'stlar. Obunachilar, bu videoda biz ko'rib turganingizdek, sarlavhasini o'qib turganingizdek, Minecraft olamida o'rgimchak odamning hamma kiyimlarini obzor qilamiz. Qani bo'lmasam do'stlar, ketdi. Birinchi qiladigan ishimiz do'stlar, bu kiyimni ko'rgan bo'lsangiz kerak do'stlar. Bu kiyim oxirgi filmdagi Peter Parkerni temir kostyumi do'stlar bu. Mana do'stlar, hozir sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa kiyilishini. Bu ham do'stlar o'ziga xos va orqasidagi 4 ta qo'li ham chiqar ekan. Bu do'stlar juda ham menga bu mod yoqdi. Va do'stlar, ozgina yuraylik, nimadir bormi ekan? Az do'stlar. İyi do'stlar, qishloq chiqdi do'stlar. Qolgan do'stlar qishloqda davom ettiramiz. Do'stlar, bu tok kimdir otibdi do'stlar? Qisqasi do'stlar, hamma kiyimlarni do'stlar bitta kiyib chiqamiz. Dash do'stlar, bu modda o'rgimchak odam urushgan bir 90% yovuzlarni ham ko'rishimiz mumkin do'stlar. Masalan do'stlar, tuxum qani edi? Tuxumlar orasida bo'lar ekan do'stlar u. Xo'sh. Mana do'stlar, shu yerda bo'lish kerak. Mana do'stlar, doktor Octavius ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, buni hozir mana do'stlar, orqasidan 4 ta anaqasi chiqadi. Mana. Prosta hozir jim yurib, prosta hozir men kreativdaman. Hozir agar survivalga o'tsam, voy. Mana do'stlar, survivalga o'tsam, hujum qiladi. Tinchgina do'stlar, kreativda o'ynab turamiz. Do'stlar, keyin kiyimlarni o'zi obzor qilishni boshlaymiz. Birinchi kiyimim xos. Xo'sh, birinchi kiyimim. Do'stlar, hamma kiyimni ham obzor qilmayman, chunki kinolarda chiqmagan kiyimlar ham bor. Chunki juda video cho'zilib ketadi do'stlar. Bu kiyimni qo'yib turamiz botga. Va do'stlar, eng qiziq narsa bu manba do'stlar. Hozir. Masalan, mana do'stlar, eng qizig'i. Kim kutgan shunaqa video do'stlar? Qaysi bloger qildi? Qisqasi do'stlar, obzor qilish boshlaymiz. Ja cho'zib yubormayman videoni ham. Xo'sh, qayerda edi? Birinchi kiyimi. Birinchi do'stlar, men bu hozir. Do'stlar, birinchi goblinni ham bitta kiyimini ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, bu yashil goblin. Kim bilsa, o'rgimchak odamga doim qarshi chiqqan bu goblin. Ikki xili bor do'stlar bu modda. Do'stlar, men kiyimlarni tayyor qilib, videoni to'xtatib kiyimlarni tayyor qilib oldim. Endi do'stlar, birinchi kiyimi bu. Bu kostyumni ko'pchiliklar tanishadi kerak. Mana hozir Peter Parker do'stlar, uyda yasagan eng oddiy kostyumlardan biri do'stlar bu. Lekin men ham juda kuchli, menimcha. Chunki bunda qora ko'rshapali degan-ku, o'shanga qarshi urushgan do'stlar. Zo'r urushgan shuni ham. Ikkinchi kiyimi bu do'stlar, men kiyimi. Qani edi bosh kiyimi? Mana do'stlar. Buni qiruvchi dronlarga qarshi bo'lgan jangda qiruvchi dronlarga bo'lgan
qarshi bo'lgan jangda do'stlar bu kiyimda kurashgan do'stlar. Keyingi kiyimi do'stlar kilgalarni olib tashladim do'stlar. Xo'sh, buni olib tashladim. Bu do'stlar bu kiyimning nomini unchalik bilmadim. Qanaqadir temir o'rgimchak odam ekan do'stlar. Nu juda ham chiroyli kiyim ekan do'stlar, lekin men enemy nearby degan do'stlar men bitta chiqyapti-yu g'alati ovoz bilan. Bu o'rgimchak tuychasi ekan do'stlar. Men bu narsa bor-ku do'stlar, o'rgimchak chaqqanini bildirib turar ekan. Do'stlar buni ham hamma kostyumida orqasidan chiqarsa bo'lar ekan. Keyin do'stlar keyingi o'tadigan bo'lsak, bu hozirgi kostyum oq rangdagisi ekan. Oq rangdagisi ham do'stlar juda ham menga yoqdi, lekin sizlar necha ball qo'yardinglar? Keyin do'stlar kommentariyada yozib qoldiring, qaysi kostyumi sizga eng ko'p yoqdi? Menga lekin do'stlar eng ko'p yoqqani boyagi temir kostyum. Mana bu do'stlar. Xo'sh, buni ham kelgan bo'lsa do'stlar, mana bu Tony Stark tayyorlab bergan kiyimi o'rgimchak odamga. Adashmasam bu sun'iy intellekti bor edi do'stlar bu kostyum ichida. Bu ham do'stlar juda ham kuchli kostyum, chunki har xil turli otolar edi. Mana do'stlar, ko'rsatib beraman. Bu do'stlar tepaga chiqazib yuboradigan anaqasi. Has. Uzoqdan o'tish kerak. Mana do'stlar, uzoqqa uchirib yuboradi. Keyingisi do'stlar, has. Xo'sh, bu mamlaqasi bor do'stlar, ham bu do'stlar juda ham tez otadi. Bu ham do'stlar juda ham zo'r torlardan biri. Men bu boyiga ko'rsatganim do'stlar. Bunda mamlaq qilib yursa bo'ladi. Va do'stlar, devorga ham tirmashib chiqarlar ekanmiz bu anaqa kiyimlar bilan do'stlar. Mana. Qanday ko'rsatib bersam ekan? Mana do'stlar, dash devorda yugurishga ham kuch yetar ekan. Qoyili. Keyin do'stlar, mana keldikmi? Xo'sh, kimda sinab ko'rsatsam bo'lar ekan? Mana do'stlar, kakras Doktor Octavius'da ko'rsataman. Mana do'stlar, bu o'ziga tortib olar ekan. Doim ham ishlarsa kuchli. Bunisi do'stlar kuchli boradi. Mana do'stlar elektr tor. Aynan menga otsa maza qiladi do'stlar. Mazami? Ham do'stlar shu tok kursovni doim raqs tushib beradi do'stlar. Ayniqsa do'stlar menga mamisi yoqdi. Nima ishlamayapti? Mayli do'stlar, xo'sh. Keyin kostyumga o'tadigan bo'lsak, mana bu kostyumni ham do'stlar, do'stlar bilmadim bu kostyumni qayerdan qilgan o'rgimchak odam filmlarida bilmadim do'stlar, lekin uzr do'stlar, hamma kasal bo'lyapti. Bu shu tariqa men ham kasal bo'ldim. Do'stlar, bu kostyumni kim qaysi personaj kiyganini do'stlar kommentariyada yozib qoldiring. Men buni to'g'risi do'stlar bilmas ekanman. Keyin do'stlar, buni olgan bo'lsak, bu Miles Moralesga qarshi bo'lgan jangda yutqizgan bot. Realni do'stlar, bu bot. Chunki o'zi juda ham eng kuchli o'rgimchak odam nimadir deb maqtangandi, karlagandi. Keyin do'stlar oxiri Miles Morales undan osongina qochib ketgandi do'stlar. Bu ham juda ham o'zi kuchli kostyum do'stlar. Keyingisi do'stlar, o'sha Miles Morales filmida chiqqan-yu do'stlar, o'sha shlyapali o'rgimchak odam. O'sha kostyum do'stlar. Bu ham do'stlar doimgidek.
Xo'sh, do'stlar, buni ko'rsatgan bo'lsam, bu do'stlar adashmasam PlayStation'dagi kostyumi. Kim agar bu kostyumda PlayStation'da o'ynagan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bu kostyum juda ham kuchli deb eshitgandim. Даже do'stlar, filmlarda ham yoki o'sha bu qatnashgan joylarda ham bu 5-6 ta anaqa dushmanga qarshi bemalol urushgan do'stlar. Menimcha do'stlar, bu kostyum juda ham kuchli, yoki buni kuchli o'rgimchi chaqlagan. Xo'sh, bu do'stlar gibrid. Bu nomi gibrid deb atalishiga sababini bilmadim, lekin bu kostyumni do'stlar Uyga yo'l yo'q filmida o'rgimchi odam Tom Holland ijrosidagi o'rgimchi odam kiygan do'stlar bu kostyumni. O'zi do'stlar 3 ta Peter Parker hammasi bitta filmga tushganda, Uyga yo'l yo'qda. O'shanda shu kostyum kiygandi. Juda ham kuchli bo'lgandi. Do'stlar, qo'lda mana bu narsa ham bor edi. Bu nimaligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bu do'stlar boshqa multiversal boshqa multi olamdagi kelib qo'ygan odamlarni qafasga qanaqadir o'tdan chiqib ketib bo'lmaydigan sehrli qafasga solib qo'yadi. Shunaqa qilib, unchalik o'xshagani yo'q. Nimaga bilmadim. Buni do'stlar Doctor Strange bergandi o'rgimchi odamga. Xo'sh, bu kiyimni olib tashlaymiz. Do'stlar, boyagi temir kostyum. Bu do'stlar menga juda ham rosa ham yoqadi do'stlar, to'g'risini aytsam. Xo'sh, endi do'stlar, hamma kostyumlarni ko'rsatib bo'ldim deb o'ylayman. Yo'q do'stlar, men Venom kostyumlari bor edi. Eng mashhur Venom kostyumlaridan birini ko'rsataman, qolganlari unchalik zo'r emas. Zo'rlari ham bor do'stlar, lekin video juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun do'stlar, aytib buyurmaysizlar. Bu Venom kostyumi do'stlar. Men keyin Venomni beradigan kuchi. Shunday qila olar ekan do'stlar. Agar o'rgimchi odamnikini qiladigan bo'lsa, o'rgimchi odamniki bunday qila oladi. Xo'sh, endi do'stlar, glider yoki nimadirlarni ko'rsataman. Endi do'stlar, iltimos sizlardan do'stlar, bitta narsa do'stlar, videomni ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, like bosinglar, iltimos do'stlar. Aktiv bo'lish kerak do'stlar, chunki prosmotr ham ko'p yig'ilyapti, lekin do'stlar aktiv kam bo'lgani uchun YouTube ham anaqa qilmayapti-da do'stlar. O'shaning uchun iltimos do'stlar, sizlar agar obuna bo'lsanglar, 200-300 ta podpischkim tezroq ko'paysa, men ham xursand bo'lardim do'stlar. Auditoriyamiz ham kattalashardi do'stlar. Albatta do'stlar, bu uchun like va kommentariya va podpiska bosing do'stlar. Rahmat. Endi do'stlar, bu o'rgimchi odamni anaqa ekan. Mototsikl ekan. Voy. Xo'sh, buni sizlarga ko'rsatgan bo'lsam, o'rgimchi odam endi Spider mobilni ko'rsataman sizlarga. Juda ham katta ekan do'stlar Spider mobil. Sizlar necha baho berardinglar? Shu doim g'irillab turish yoqmadi do'stlar menga. Xo'sh, endi do'stlar, multiversal Grizmo bo'lsa bu. Do'stlar, keyingi videoda o'rgimchi odam dushmanlarini ham har bittasini ko'rsataman do'stlar. Endi Anti-Venom degani ham bor ekan. Xo'sh, men bu Taskmaster degan qanaqadir bot bor ekan. Do'stlar, buni men unchalik tanimadim. Kim bilsa kommentariyada yozarsiz. Men to'g'risi bilmayman do'stlar buni kimligini. Keyin do'stlar, eng qiziq narsa nima aytayim do'stlar? Mana Doktor Octavius o'zimiz bo'lamiz. Mana do'stlar, masalan, men buni
Do'stlar, men buni otvordim, uzoqqa ketib qoldi. U naryoqlarga. Keyin mana bu narsasi polностью otvorar ekan. Buni kimda ko'rsatib bersam ekan? Kelinglar mushuda. Xo'sh, boyagi qani edi? Do'stlar, Minecraft do'stlar izdevаться qilyaptimi? Har bitta videoyimda do'stlar yomg'ir yog'aradi. Nimaga do'stlar bunaqa? Har bitta videoda do'stlar. Shu yomg'ir yog'may tursa bo'lmaydimi do'stlar? Ovozim ham past eshitilib qoladi. Kelinglar do'stlar, buni otvoramiz. Amchiki, как раз. Shunday qiladi do'stlar. Xo'sh. Xo'sh do'stlar, bu ham menga rosa yoqdi. O'sha o'zimiz do'stlar anaqa bo'la olarkanmiz bu anaqa modda. O'zimiz ham mahluqlardan bittasi bo'la olarkanmiz do'stlar. Do'stlar, mana bu narsa men ikkita yana nimani olsam ekan? Men bu va bu. Va mayli bu ham. Xo'sh. Nima ekan do'stlar bu? Negativ bu. Do'stlar, menimcha aytadi shu. Qo'limdagi narsa do'stlar bitta udarda yondirib yuboradi. Aytgancha do'stlar, hozirlarga qancha jon berayotganini ham ko'rsatdik. Survival modda. Mana do'stlar, jon agar shu o'rgimchi odam mana bu narsa bo'lsa, 4 8 12 bir 16 tacha jon bo'lar ekan. Agar buni olib tashlasa, o'sha 4 dan 5 ta joni yo'q bo'lar ekan do'stlar. 4 ta joni. Keyin boyagi qani do'stlar? Mayli do'stlar, qo'yda sinab ko'rsataman. Mana do'stlar. Yondirib, pishirib, anaqa berar ekan. Xo'sh, yana kimdir bormikan sinashga? Qishloqi bo'lsa ham bo'lardi. Nimaga do'stlar, qishloqlar yo'q? Mayli do'stlar, mana bunda sinaymiz. Yurishini qaranglar. Do'stlar. Voy, blin. Voy. Kerak emas paytda o'ldirib qo'ydi do'stlar. Mayli do'stlar, shaxs qilmaydi. Boyagi narsalarni kreativda anaqsam bo'ladi. Bexosdan kelib qolganda o'ldirib qo'ydi. Men survivalda ekanligim esimda ham yo'q do'stlar. Xo'sh, boyagi narsalarni olib ko'rsatib beraman. Shu nima ekan? Qanaqadir bosh. Keyin do'stlar, biz gliderda ham ucholar ekanmiz do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, yana nimadir bor edi, adashmasam. Xo'sh, nima edi o'sha? Menimcha do'stlar yetadi shu. Sal pastroqqa tushsak, balki shu yerdan ko'rarmiz. Hozircha do'stlar bizga o'rgimchi to'g'ri kerak emas, chunki ko'rsatdim sizlarga. Nima ekan? Yashil goblinning ikkinchi kiyimi anaqasi ekan. Ha qilib yurardi do'stlar. O'zim sal g'alati chiqayotgan bo'lsa do'stlar, uzr so'rayman. Sal o'zimdan bo'g'ilib qolgan. Bu do'stlar o'rgimchi odam droni. Voy, qaytib ketdi. Mana do'stlar, bu aniq nima qilishini hali tushunganim yo'q. Keyingi videolarda tushunib olamiz. Do'stlar, agar esinglarda bo'lsa, o'sha o'rgimchi odam boya ko'rsatganimni do'stlar, starkasi bergan kiyimda shunaqa narsa chiqib, kemani kamerada ko'rganmiz do'stlar. O'sha narsa deb o'ylayman. Keyin do'stlar, yashil goblinning glideri. Bu do'stlar sekinlashtirib qo'yadi va o'ldirar ekan ham do'stlar. Juda ham qattiq ekan-da shunda. Voy. Ey, qatga. Ey. Jinnimi bu? Voy. Do'stlar, dron olib ketyaptimi? To'xta, ey. Do'stlar, nima dron izdevаться qilyaptimi?
Do'stlar, bunda yashil goblin bo'la olar ekanmiz. Mana do'stlar. Tepaga qarab uchsak bo'ladi. No do'stlar, survivalda ham uchish endi muammo emas. Xo'sh, pastga sekin qo'yib olamiz. Voy. Tush. Uchib ketmasin ish qilib. Xo'sh do'stlar, buni ko'rsatdim. Sekinlashtirib qo'yadi. Buni ham ko'rdik va bu pumpkin bomba ekan do'stlar. Yashil goblinni. Bu ham do'stlar boshqa turdagisi. Bu ham do'stlar yomon portlatar ekan. Yer ichigacha kirg'izib yuboryapti. Xo'sh, endi glider ikkinchisi. Voy. Mana do'stlar. Bu do'stlar tezroq uchar ekan misol. Xo'sh do'stlar, yashil goblinni ham anaqasini ko'rgan bo'lsak, gliderni menimcha do'stlar video oxiriga yetib qoldi do'stlar. Do'stlar, bitta narsa ko'rsatadigan narsa bor do'stlar. Men bu kiyim yechib turaylik. Yashil goblin bo'lishni istayman. Xo'sh, iron. Mana do'stlar, buni kiyib turamiz. Xo'sh, bitta tor kerak. Tor tayyor. Osil. Voy. Do'stlar, ovozi uchun uzr so'rayman do'stlar. Ayniqsa men naushnida bo'lganim uchun qulog'imga dahshat g'alati eshitildi. Mana do'stlar, bu Daily Bugle, ani o'rgimchak odam ishlaydigan joy bor-ku do'stlar. Birinchi o'rgimchak odam. Shu joy bu do'stlar. Bu yerda har xil bunday rasmlar bor. Dash do'stlarning kishi ham bor ekan do'stlar. Mana do'stlar, sekin ko'rsatib chiqaman bu joyni ham. Hatto do'stlar, qum odamlar urushgan joyi ham bor ekan. Qayerdadir. Don't touch. Tegilmasin deb yozilgan ekan do'stlar. Mana do'stlar, bu yerda o'rgimchak odam urushgan. Peter Parker ofisi bo'lgan ekan. Bo'pti do'stlar. Uy, biling do'stlar, 9 ta anaqa bor ekan do'stlar. Xo'sh. Bu yerda Daily Bugle ishlaydigan kishi turibdi. Esingizda bo'lsa do'stlar, shuni kuldirib mem qilishgan do'stlar. O'sha mem egasi bu do'stlar. Nima ekan bu? Bilmadim, men hali bu nimaligini botdan kechishimiz kerak. Keyin do'stlar, bu yana yomg'irmi do'stlar? Qo'shing do'stlar, kerakmas narsalarni olib tashlab turamiz. Do'stlar, bugungi video do'stlar, agar yoqqan bo'lsa, like, kommentariy va podpiska tashlash esingizdan chiqmasin do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, tanishlarga jo'natinglar, ular ham ko'rsin va Minecraftda o'rgimchak odam bo'lishiga ishonmaganlarga ham tashlab qo'yinglar do'stlar. Keyin do'stlar, bu modni yaqin orada tashlab qo'yaman o'sha Telegram kanalimga. Uning uchun do'stlar obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar, xayr, sog' salomat bo'ling.